欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是这个语法一点通，第几课的呢？第4单元的啊，第4单元的语法一点通，我们一起来看一下。今天要学的语法一点通一共有几个语法点呢？一共有3个啊，3个。第一个是这个比加形容词，也就是比较句，然后第二个是不但而且表示递进关系的一个复句，这个动词加得过来不过来的那我们来看一下第一个介词比比，然后呢可以比较2个事物的性质特点等。那就是说比degan bu söz ikki narsaninki nimesini karakterini alaydiligini silishtirə alaydı. 那就是说silishtirmoqchi bolsa bi degan bu sözni ishiltimiz degan gap. Silishtirmoqchi bolsa bi degan bu sözni ishiltimiz. 其语序是那bu iliq cümle tertibi qandaq buludu desek-chi A B B加差别啊 A B B anandaki qaytilgan sifat desek bo'ldi. 就是说ikkisining o'rtasidagi farqi nima jihatdan farqlanadi demoqchi-ku. Masalan,这个 igizmo yoki pakamo yoki cho'ngmo yoki kichikmo deganni shu chabiy, ya'ni shu farqi degan aytilamiz. Formasi A B'dan manda. A B'dan manda bo'lib ma'noda va 那咱们来看一下，mesela呢，ben senden semiz desem， 我比你胖，我比你胖。bu yerdagi 我 deganimiz a bo'ladi. bi ne qilib anandagi ma o ni deganimiz b, ma a b b dedik o, ni degan ma b bo'ladi. Agar kendiki chabiyasi nima? 胖 farq a 这个 semiz。我比你胖啊yani maslanga men senden qara 我比你黑我比你黑啊 A B B 加形容词 A B B deb turib anandagin keyniga sifat qatimiz bu formasi ya, buni unutib qalsak bo'lmaydi. Ma tavuzdan cho'nka desak, 这个西瓜 ma tavuz A bo'ldi, ma tavuz B bo'ldi, o'tirsig'i B degan xatni qatimiz, anandagi eng keyniga mushu da deganni desak bo'ladi va 这个西瓜比这个西瓜大，这个西瓜比这个西瓜大 desak bo'ldi. Yani masalanga turpan Urumchidan issiq desak, Mao A kasuldu turpan Bicu Urumchi. Na turpan Urumchi'nin bo'ldi. Turpan Urumchi'dan issiq Tulufan bi Ulumuchi热啊 Tulufan bi Ulumuchi热 Shiqilib silishtirgan vaqtimizda A B B 什么bo'lib ma'noda. Na miyadikisiga qarsak 小王20岁，小王qanchaga kirdi? 20 yoshga kirdi. 小王20岁，我39岁。Men qanchaga kirdim? 39ga kirdim. Men uningdan cho'ng desak, 我比他大，我比他大 deymiz. 那yani masalanga 白菜1公斤3块，白菜ningki 1 kilosi 3 qo'y。白菜1公斤3块，芹菜1公斤4块5， 1 kilosi 4,5 qo'y ekan. Qaysi qimmat? 芹菜 qimmat. Shu vaqtida 芹菜比白菜贵，芹菜白菜dan qimmat。芹菜比白菜贵。那 almashtirib, yani 白菜 芹菜dan arzon desek bo'ladi-ku. 白菜比芹菜便宜，白菜比芹菜便宜
desek buludu.这个能不能明白呀？应该没问题啊。然后下面我们再来看一下，在形容词谓语中啊 ，sifat 我们是cümlenin içinde haber bo'lgan vaqtida用了比就不能再用很太非常等程度副词。那比也就是说 selishtirish mındaq bir cümleni selishtirish bo'lgan vaqtida 很太非常degan mındaq sözünü işlesek bo'lmaydi. Ju 比如说 aşı üstündeki 我比他大 degani ju 我比他很大，我比他非常大，我比他太大 degan mındaq gap yo'q degan gap. 就是很非常 anandaki nima 太 degan ma sözünü ma 比较句ning ichiga endi oldiga sifatning oldiga ekansiz bo'lmaydi degan gap. Men onundan xeyli cho'ng deb qolsam qandaq deyman? Uni bir deb turib deymiz. Lekin ma bu 很太非常 degani ekansak bo'lmaydi. Esimizde bo'lsin. 比如不能说 masalan bunda desek bo'lmaydi debdi. 他比我很忙. U mendanmi bek aldirash desek 他比我很忙 deb bunda desek bo'lmaydi deydi. 苹果比橘子非常贵. Alma juzidan jiq qimmat desek 苹果比橘子非常贵 desekmi bo'lmaydi. 但可以加表示比较程度的副词, 那就是ma 很太非常的 qasaq bo'lmaydi. Lekin hammasini qasaq bo'lmamdi. Bo'ladiganlarimi bor. Masalan, qaysi desakchi, 更 hayni qasaq bo'ladi. Masalan, olma juzidanmi qimmatga desak 苹果比橘子更贵. 苹果比橘子还贵 desek bo'ladi. 他比我还忙 desek bo'ladi. 他比我更忙 desek bo'ladi. 那这个能明白吧？那么 astidakini debdi. 他比我更忙，苹果比橘子还贵 desek bo'ladi deydi. 这个地方能不能明白？就是说 selishtirish cümlesida 很太非常qatorliq so'zlar chiqib qolmasin. Lekin bundaq bu 表示程度的副词ning hech qaysi bo'lsa bo'lmamdi. Undaq emas. 更 bilan hayni ishlasak bo'ladi. Uningdimi deganni bildirdi. Men o'zimni aldirash desam, u mendimi o'ta aldirashgan desak, 我觉得自己忙，他比我还忙啊！我觉得自己忙，他比我还忙 desek bo'ladi. Tushundikmi? Na anandan keyin uningdan boshqa nima edi demabdi, 我再补充一下啊，就是说 qolgan masalan xeyli ko'p deganni ju 得多 desek bo'ladi. Anandan keyin son miqdor aytsak bo'ladi. Shunami azroq bo'lsa 1 diyor deymiz. Nima selishtirgan vaqtimizda masalan azroq mundaq yoki bo'lmasa xeyli mundaq yoki bo'lmasa aniq bo'lgan sonlarni egab turib manchilik mundaq desak bo'ladi, o selishtirish bo'lgandan keyin. Bu so'zlarni nega aytganimiz desak, bu shu a b b 加形容词 a b b qo'shilgan sifat deb mushning hammasini deb bo'lgandan keyin uning keyniga ekilisiz. 比如说 bayan men 我看啊 men senden ig'ir desam 我比你重 deymiz go. 我比你重 Uyg'urchada chu mundaq deydi. Men senden 2 kilo ig'ir desam-chu, qaranglar. Men senden deb 我比你 deb chiqdi go. 2 kilo ig'ir deb 2公斤重 deb chiqyotdi. Lekin biz ma bu davlatlarga kelgan chaqda 2公斤重 desak bo'lmaydi. 是重 2公斤 就是 meri ma Uyg'urchadagi grammatikaga o'xshamaydi. Shuningga Uyg'urcha bilan ma bu putunxoni aralashtirib, aning grammatikasini ma'noga zo'rlab tanmang. Qanday deymiz? 我比你重2公斤。我比你重2公斤。这是son miqdor kelgani, tushunammi? Men sizdan ozroq ig'ir desam, 我比你重一点儿。我比你重一点儿。yana masalanga xeyli semiz degan bo'lsa, xeyli ig'ir degan bo'lsa, 我比你重得多。
我比你重的多deymiz. Shu vaqtida qanday bo'ldi deymiz? Mana butun formasi bunda qo'llab qoldi. A比 B 加形容词 anandagi qitilgan的多 yoki bo'lmasa 一点儿 yoki bo'lmasa 数量 ishqilib ma 3 narsa keynida oldin emas. Siz mendan 1 soat kechikibsiz. Siz mendan 1 soat vaqt keldingiz desak, ni bi wa 1 soat deb başlamaymiz. Avval kechikibsiz degani deysiz.你比我晚1个小时，你比我晚1个小时 deymiz. 会了吗？ Endi davomli qasda qaraylik. 在动词谓语中对不对？在动词谓语中，如果动词后带程度补语，那就是说pil pil xabar olib kelgan vaqtida agarda mushu pilninki keynida mushu daraja to'liqlig'ichi bo'lsa 用比的句子还可以这样说，那就是说oldidagisi sifatda g'o endi nima pilga kelgan chaqda qanday deymiz degan gap shu. Pilga kelsa-chi mana deymiz. 阿里木普通话说的 deb bo'lib 比我流利deysiz. Olimning putonghwasi mendan ravon bo'lib qoldi. 意思就是olim putonghwani mendan yaxshi so'zlaydi demoqchi. 阿里木普通话说的比我好. Na o'xshash mushu动词kelgan chaqda-chi, masalan, u suvni mendan yaxshi uzadi desak, 他游泳游的 deb to'xtab, anandagi mendan yaxshi 比我好. A 的比什么怎么比谁谁谁怎么样 desak bo'ladi va 动词kelgan chaqda keyniga 双人的 qaytib turib deymiz. Ostidagisi 在力怕汉字汉字写的意思是写的动词呢 keyniga 的呢 qaytib anandagi 比什么什么什么比怎么样 desak bo'ladi va 写的比那字鼓励好. U naqshini mendan yaxshi aytadi desak, naqsh aytishni唱歌 deymiz g'o. 他歌唱的比我好. 他或者说唱歌的相当bo'ladi. 他唱歌唱的比我好 deymiz. Ishqilib A 这个动词ninki mushu selishtirishiga kelgan vaqtimizda 谁 deb turib mushu pilga kelib pilning keyniga 双人的 ni qaytib anandagi 比加形容词 qilasiz. 这个问题不大吧？那 agarda mushu bininki mushu 否定形式 inkor shaklini nima desak, 就不比不比 比 bu emas boshqacha emas. Masalan bundaq desak, men sendan cho'ng emas desak-chi, 我比你不大的 desak bo'lmaydi-chi ma. 不能这么说，我比你不大是错的。不比 deyishimiz kerak. 那就是我不比你大。我不比你大。Men sendan qilishmayman, men sendan nachar emas, menmi yaxshi demoqchi bo'lsa, 我比你不差还是我不比你差，是不比 deymiz. 一定要记住是不比，那就是我不比你差，我不比你差。bo'lib qoldi. 好，这个是不比，会了吧？那这个地方的例子说的是乌鲁木齐不比北京凉快。Urumqi北京dan salib qo'nmi emas. 乌鲁木齐不比北京凉快。第六个，这个教室不比那个教室大。这个教室不比那个教室大。bu sinfdan cho'ng emas. 好，会了吗？那接下来我们来看一下第二个，不但而且。不但而且deganimiz就是manda bo'lib qolmasdan yana anda.
bu nima munosabati deymiz? Kuchaytirish munosabati, kuchaytirish munosabati. Na kuchaytirish munosabati qanday bo'ladi desak, 递进关系呢，就是后面的这个分句，开的这个么说不，不但而且bo'lgandagi ikki tarmoq jumla bo'ldi-ku bu. Keynidagi ma tarmoq jumlaninki ma'nisi ma oldidagi tarmoq jumlaga qaragan chaqda texmi bir daraja oldiga ilgirlaydi. Masalan, qaysi jihatdan desak, ya ozdan ko'pdir, o'sha keyindagisi ko'p, oldidagisi ozdir, ya kichikdan cho'ng'ichidir, yoki bo'lmasa tuvandan yuqorigachidir,这个yenikdan ig'irg'ichidir, yoki bo'lmasa tezdan cho'nqurg'ichidir, yoki bo'lmasa这个 osondan teskchidir degandek ish qilib, keynidagi tarmoq jumlaninki darajasi oldidagi tarmoq jumlaninkidan bir qadar yuqori bo'lib qoldi. Ondan uni biz kuchaytirish deymiz. Shuningga keyindagisi oldidagisidan texmi kuchli bo'lishi kerak, texmi kuchli bo'lishi kerak. Buningga biz mana desak bo'lmaydi. O bütün devletimizden pəxrələ emas, yani meningmi pəxrim deb qoysa,那是中吗？devlet中吗？elbette devlet中肯定是国家应该是更大的，所以你应该是它不仅是我们的骄傲，而且是国家的骄傲。这些不多，像比如说我们的那些运动员的，说在那里给起来，他们每次拿到金牌的时候，哎，是吧？ 他的家人会不会很开心？会，那国家也会为他开心。但家是小的，国家是大的，所以递进关系的时候呢，你说不仅他的家人高兴，哎，整个国家的人民都在为他高兴。这些不能不是kuchayli deymiz. Na, masalan, bunga bir misal olib boqay. 比如说，u o'rganishni yaxshi ko'ribla qolmasdan ham yaxshi bo'lgan o'rganish odatini yetildirdi desak, 那就是他不但爱学习，而且养成了良好的学习习惯。他不但爱学习，而且养成了良好的学习习惯。 desek bo'ladi. Yani masalan, bu xil yangi dara, 这个我看啊，bu xil yangi dara unumi tezli bo'lib qolmasdan ham unuminingki vaqti uzunga, unuminingki o'sha kuchga ega bo'layotgan vaqti uzunga demoqchi bo'lsa, 这种新药不但这个起效快，这种新药不但起效快。 而且药效持久，这种新药不但起效快，而且药效持久。第三不多。那比如说，miyadagi misolni nimdapti kitobtikisida, 他们不但认识ular tunishibla qolmasdan, 而且很熟，nihoyatda yaqin. Oldingisi tunishish, keyingisi yaqin. 那 递进啊，texmi kuchaydi。然后呢，刘星不但会唱歌，哎，刘星naqshi aytishni bilibli qolmasdan，而且唱得很好。uning ustiga nihoyatda yaxshi aytadi。好，这个有没有问题呀？就是说啊，在用这个不但而且的这个复句的时候，而且ning keynidagi ma tarmoq jumlaninki ma'nisi cho'qim, u不但ningki keyindagi ma mazmunga qaragan chaqda texmi jiq uchurni deb berish kerak, texmi 这个 cho'nqur bo'lgan, 或者说 doirasi kengaygan bir holatda deb berish kerak, bo'lish kerak, 或者说是。然后比如说我再举一个例子， uninki bunda qilishida, 或者说 uninki bunda uning bunda qilishi masalani hal qilib qolmasdan, yana ittifoqlikni ilgari surdi desak, 他这样做不但解决了问题，而且促进了团结。他这样做不但解决了问题，而且促进了团结。第三，不多多。
好，那下面呢，他讲的是，他说，当两个分句主语相同时，主语在不但前边deydi. Na bu nima degan gap desak, agar mushu bu dan archeni ishlatgan vaqtimizda yana nimaga diqqat qilamiz desak-chu, igisiga diqqat qilamiz. Agarda igisi bir bo'lsa, igi bilan boshlaymiz jumlani. Igisi bir bo'lsa, igi bilan boshlaymiz jumlani. Agarda igisi 2 bo'lsa, budan bilan boshlaymiz. Igisi 2 bo'lsa, jumla budan bilan boshlanadi. Igisi 1 bo'lsa, igisi bilan boshlaymiz. 然后呢，我们来看，其实像刚才那个他们的多 ular. Na ikkinchi tarmoq jumlaga qarasak, boshqa igi yo'q. Na ular igisi bo'lgandan keyin igisi bir ekan, na jumla igi bilan boshlandi. Ma ikkinchisida Liu Xingning naqsh etishini so'zlayotdi. Bu yerda Liu Xingning qanchasi bor? Birsi bor, igi bir, na o'sha igi bilan boshlaydi. Hozir men ostidagisiga qarasak, Li Ming 不但会说英语，而且他说得很好。Li Ming inglizchani bilib taqamasdan hamda nihoyat yaxshi deyalaydi. Nima bu地方 igisidan qanchasi bor ekan? Birsi. Li Ming igisidan birsi bor ekan. Li Ming u vaqtida igi bilan boshlaymiz jumlani. Na agarda ikkisi bo'lib qolsa-chi. Ikkisi bo'lib qolsa-chi. İkisi deganimiz igisi 2 bo'lgan vaqtida jumla nima bilan boshlandi? Budan bilan boshlandi. Masalan, miyadagi qarab baqaylik, Xo'sh, men avval bir jumla tuzay. Shu muallimni deylik. Bir muallim bor, ammo odamning o'rmitiga erishgan. Buningga maktabdagi muallim o'quvchilar bilan bu muallimni hurmat qilib qolmasdan, hatto shu shujilardan tatibmi bu muallimni nihoyatda hurmatlaydi desak, u menga shudana budan bilan boshlaymiz jumla igisi 2 bo'lgandan keyin. Bu yerdagi 2 igisi qaysi? Birsiga maktabdagi muallim o'quvchilar, yana birsi shujilar degandek. Na 不但学校的老师同学们尊重他，不但学校的老师同学们尊重他，而且书记也非常尊重他，而且书记也非常尊重他。第三步的多，那这个地方能不能明白？一个是2 bo'lgan chaqda, birsi maktabdagi o'quvchilar, muallimlar, yana birsi boshliq rahbarlar degandek. Na kitobdagi misolga qarasak, 不但现在 hozir 不但年轻人在用智能手机, kimlar yoshlar aqli iqtidorli telefonni ko'p ishlatib qolmasdan, cho'nglar, yoshqi cho'nglar, yashanganlar bilan bolalarmi shu 智能手机 aqli iqtidorli telefonni ishlatadi deydi. Ma'lum onunga ishinib qolmasdan butun kanitdagilar onunga ishinadi desak, 不但我相信他，或者不但我信任他，整个村里的人都信任他。不但我信任他，整个村里的人都信任他。第三步多，这个是我们的不但而且。然后下面一个呢是动词加得过来不过来动词加得过来不过来。那我们来看一下，这个它表示的是什么？不，你们的表示动作的时间、能力、数量充分或不充分。那意思就是说，ma'lum bir harakatninki mayli shu vaqti bo'lsin yoki sizningki iqtidoringiz, ashunga bo'lgan qobiliyatingiz yoki soni bo'lsin yoki bo'lmasa qatorliq narsalar yetarli bo'lsa, 得过来, yetarsiz bo'lsa, 不过来deysiz. 那就是说bir ishni siz qila olsangiz, 得过来的, biz nima 得过来deysiz. Qilolmasangiz, yetisholmasangiz, ulgurolmasangiz, 不过来deysiz. Masalan, yezib ulgurolsak, 写得过来. Yezib ulgurolmasak, 写不过来. Ko'rishni kan deymiz. Ko'rib ulgurolsangiz, kan 得过来. Ko'rib ulgurolmasangiz, kan 不过来. And then aldirashchilik bo'lsa mang deymiz ku. Hamma ishga yetisha olsangiz, mang 得过来. Yetishamasangiz, mang 不过来.
Aldıdan haber ilişine çoğu desek, aldıdan haber bulamısınız çoğu da 过来. Aldıdan haber bulamısınız çoğu bu 过来. Şıkılıp şu işini siz olmuşluk aldık kılalısınız. Bizde mi bir nime da 过来 kılamısınız? Bir nime bu 过来 deysiz. Mesela miyedeki misalga qarab bakaylı. 这么多活儿我一个人干不过来. Muştacık işini ben yalnız kıpılanmayman. 干不过来kıpılanmayman. İkincisi, 这些书你都看得过来吗? Bu kitapların hepsini körep bulalamsız. 这些书你都看得过来吗? 就是körep ülgürelemsiz demekçi.第三个呢，东西多的我都挑不过来了。Nersini cıhlıqıda tallap bulanmay kettim. 那就是 tallap ülgertenmey kettim degендek. 然后第四个呢，这么多好吃的 muştacık peyzi yediğen nesler varken 我根本吃不过来 ben yep ülgertenmedim. 那就是 yep bulanmadım demekçi. yep ülgermedim demekçi. 那再比如说我呢，再举两个例子。Tapşırık çıkamaz, izip bulalayma olsa, 作业不多，我写得过来，就是 izip ülgürmedisek， 我写得过来啊，我写得过来。然后再比如照顾degan bo'lsak，爸爸妈妈apam dadamdan ikkalasi og'rib qoldi, men yolg'iz这个aldın haber ile hiç bulamadım desem， 爸爸妈妈都生病了。我一个人照顾不过来，爸爸妈妈都生病了，我一个人照顾不过来desek buludu. Andan keyin ta'til oldu, ta'tilda nima ish qilamiz? Uyda televiziya, teatr ko'ramiz. Shuning bilan u qaysini ko'rsam bular nima degan jiq deb degan joy tanlab bulamay kelsak, keyin ko'rib bulamay kelsak, 你就说看不过来desangiz bo'ladi. Shu vaqtida 放假了，这么多电视剧我都看不过来了。放假了，这么多电视剧我都看不过来了。第三不录读哎，好，那今天的内容都明白了吗？跟着老师一起读一下吧啊。小王20岁，我39岁，我比他大。小王20岁，我39岁，我比他大。白菜1公斤3块，芹菜1公斤4块5。芹菜比白菜贵，白菜1公斤3块，芹菜1公斤4块5，芹菜比白菜贵。阿里木普通话说的比我流利，阿里木普通话说的比我流利。在利帕汉字写的比纳兹古丽好，在利帕汉字写的比纳兹古丽好。乌鲁木齐不比北京凉快。乌鲁木齐不比北京凉快，这个教室不比那个教室大，这个教室不比那个教室大。他们不但认识，而且很熟。他们不但认识，而且很熟。刘星不但会唱歌，而且唱得很好。刘星不但会唱歌，而且唱得很好。李明不但会说英语，而且他说得很好。李明不但会说英语，而且他说得很好。然后呢，现在不但年轻人在用智能手机，而且老人、小孩也在用智能手机。现在不但年轻人在用智能手机，而且老人、小孩也在用智能手机。这么多活儿，我一个人干不过来。这么多活儿，我一个人干不过来。这些书你都看得过来吗？这些书你都看得过来吗？东西多的我都挑不过来了，东西多的我都挑不过来了。这么多好吃的，我根本吃不过来。这么多好吃的，我根本吃不过来。好，那今天我们的课就是上完了啊。回去呢，把这个任务大盘点都把它做完啊，一定要做完，要不然下节课老师讲的时候你就跟不上了。那今天我们的课
就先上到这里，下一期再见。